Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu qisqa metrajli film oq xalatliq tibbiy xodimlarga va birga o'qigan sabdoshlarga bag'ishlangan. Olmuta meditsina instituti 1931-yili ochilib, uning birinchi rektori bo'lib Sanjar Asfendiyarov Japar o'g'li tayinlangan. Ulug' Vatan urushiga qatnashib qazo bo'lgan Sovetlar Soyuzining qahramonlari otig'ini olgan studentlar Manshuk Mametova, Vladimir Ivanilov. 1995-yili Qozoq Milliy meditsina universitetiga Sanjar Asfendiyarovning nomi berildi. Alemden ketkenler var, ketmegenler var. Murad'a yetkenler var, yetmegenler var. Bu alemden ketkenler var, ketmegenler var. Murad'a yetkenler var, yetmeyenler var. Hayat yolu egiz pestur davanları köp. Şu davandan ötkenler var, ötmeyenler var. Hayat yolu egiz pestur davanları köp. Şu davandan ötkenler var, ötmeyenler var. Hayat degan atkan oktur, kelmeydi yeni. Biz bir kuni yağış atqa ketimiz mini. Dost yarani qerindaşni söyleyli qini. Şu sırlarni bilgenler var, bilmegenler var. Dost yarani qerindaşni söyleyli qini. Şu sırlarni bilgenler var, bilmegenler var. Adam bulsam dost yarenge kılma hıyanet. Dost yarenden ayrılsam günüm kıyamet. Bu qisqa metrajli film orqali meditsina institutida ve doktorlarning bilimini mükemmelleştirish institutida bizga bilim bergan millatimizning peshqadam ustozlarimizni ve iftixor farzandlarini esladik, yod etdik. Helikam oramizda yurgan ustozlarga sog'lom tan salomatlik, uzoq umr ve xotirjamlik tilaymiz. Bu film orqali boqliq bo'lib ketgan ustozlar ruhiga bosh egimiz. Ularning makonlari jannatlardan bo'lg'ay. Qadrdon insonlarning yorqin qiyofati xotirimizda mangu saqlanadi. Sahibjamol Karabayeva Ibrahim qizi, meditsina fanlarining doktori, professor, Uyg'ur nahiyasining Qirg'izsoy yezisida tug'ilgan. Maktabdan keyin Qirg'iziston meditsina institutining davolash fakultetini 1948-yili tamomlab, xirurg kasbini egallaydi. Moskvadagi Fanlar akademiyada
aspiranturada o'qib, 1953-yili nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. 1971-yili doktorlik dissertatsiyasini yoqlab chiqdi. 1953-yildan hurmatlik dam olishga chiqqancha Almuta Meditsina institutining patologiya va fiziologiya kafedrasida va Merkezi ilmiy tadqiqot laboratoriyasining boshlig'i bo'lib ishlab, 150 dan oshiq ilmiy emgak, monografiya va o'qish qurollarining muallifi bo'ldi. U 10 dan oshiq fan nomzodi va doktorlarni tayyorladi. Turg'an Supiyev Qur'on o'g'li, meditsina fanlarining doktori, professor, akademik, 3 mamlakatning faxriy professori. Yarkan Tavasning Dixon G'ayrat yezisida tug'ilgan. Ana tilda maktabni oltin medalga tamomlab, meditsina institutiga o'qishga tushib, 1965-yili qizil diplomga tamomlaydi. Stomatolog kasbini egallab, emgak faoliyati meditsina institutida o'qituvchi bo'lib ishlashdan boshlaydi. Bolalar stomatologiyasi va o'zbat xirurgiyasi kafedrasida ishlab, kafedrani boshqardi. 1972-yili fan nomzodi, 1984-yili fan doktori dissertatsiyasini yoqlab chiqdi. Ish mobaynida o'z elida va boshqa mamlakatda 60 dan oshiq olim, jumladan 13 fan doktorini va 39 fan nomzodini tayyorladi. 550 dan oshiq ilmiy emgaklari elimizda va chet ellarda yo'riq ko'rdi. Bosh muharrir ritida 30 dan oshiq ilmiy ishlar to'plami nashrdan chiqdi. Qozog'istonning xizmat ko'rsatgan arbobi, Ering еңбегі uchun medalining sohibi, Panfilov nahiyasining faxriy fuqarosi, Ilhom mukofotining laureati, Qozog'istonning profilaktikalik meditsina akademiyasining akademigi. Klara Rahimova Vilyam qizi, meditsina fanlarining doktori, professor, salomatlikni saqlash a'lochisi, Chelakda tug'ilgan. Maktabni a'lo baholar bilan tamomlab, meditsina institutining pediatriya fakultetiga o'qishga tushib, 1964-yili institutni a'lo baholarga tugatib, pediatr kasbini egallaydi. Faoliyatini meditsina institutining pediatriya kafedrasidan boshlanib, ish mobaynida assistent professor unvoniga erishib, kafedrani boshqardi. 1971-yili fan nomzodi, 1991-yili doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli yoqlab chiqdi. Ilhom Bofer Ibsen Fransiya xalqaro mukofotlarining sahibi, universitetning 2 qitimlik grant sahibi, 246 emgakning muallifi, immunologiya va immun reabilitatsiya bo'yicha xalqaro anjumanning speaker pediatri. Oilaning salomatligi 21-asrda Xalqaro jurnalining, Rossiya elektron jurnalining takrirat a'zosi, Almuta hokimining faxriy yorlig'i, Meditsina universitetining oltin va kumush medallari bilan salomatlik saqlash ministrining salomatlik saqlash qo'shgan ulushi uchun belgisi bilan mukofotlandi. Shaim Ismailov Muqbul o'g'li, meditsina fanlarining nomzodi, dotsent, salomatlikni saqlash a'lochisi, Uyg'ur nahiyasining Qirg'iziston yezisida tug'ilgan. 1956-yili meditsina institutining davolash fakultetini tamomlab, emgak faoliyatini Charin yeza og'riqxonasidan, ondan Uyg'ur nahiyalik og'riqxonasining muavin bosh vrachi, ondan bosh vrachi bo'lib 1959-1964-yillari mehnat qildi. 1964-1968-yillari aspiranturada o'qib, meditsina fanlarining nomzodi unvoniga ega bo'lib, Med institutining ijtimoiy gigiyena va salomatlik saqlashni uyushtirish kafedrasida dotsent bo'lib xizmat qildi. 75 dan ortiq ilmiy maqola, ko'plagan o'qitish metodikalik qo'llanmalarining muallifi. Ish mobaynida ekspertlar komissiyasining a'lochisi, abituriyentlar qabul qilish, Qozog'iston Jumhuriyati salomatlikni saqlash ministrligi muammolar bo'yicha komissiyaning kotibi bo'lgan. Salomatlikni saqlash a'lochisi, ministrlikning ko'plagan medallari va faxriy yorliqlari bilan mukofotlandi. Rahmatullin Yaqub Uyg'ur nahiyasining Katman yezisida tug'ilgan. Kimyo fanlarining nomzodi, dotsent. 1956-yili O'rta Osiyo davlat universitetining ximiya fakultetini tamomlagan. Emgak faoliyati Chelak nahiyasining Abay nomidagi maktabda muallim bo'lib ishlab, 3 tilda Uyg'ur, Qozoq, rus tillarida
erkin sözlep bilinbegen peshqadam ustaz. Birinci bolup химия пәнінің 7-11 сыныпларға бегішланған оқыш кітапларыны ұйғыр тылыға тәрлап чықарған ұйғырның тықар оғланы. Қазақстан Пәнлер Академиясы да аспирант болып ішқа орынышып, 1969 жылы намзатлық диссертациясыны яқлап чықыды. Алмута медицина институтының химия кафедрасында доцент болып мехнат қылды. Шундақла таярлаш курсының деканы хизметini atqudi. 40'a yakın ilmi maqalalarının ve patentinin muallifi. Hamrayeva, Yoldaş Hocayeva, Saadet Kerim kızı. Uygur'un şanlılık ve iftihar perzenti Murat Hamrayev'nin sınlısı. Filosofiya pənlərinin namzeti, dotsent, Almutu şəhərdə tuğulğan. 1972 yılı Қазақ Dövlət Üniversitetinin Tarih Fakültetini tamamladı. 40 yıl davamında bir orunda Almuta Meditsina İnstitutu'nun İctimai Pənlər Kafedrası'da işledi. 1990 yılı Milli Medeniyet Taraqqiyatının Əhmiyyəti və Dialektikası mavzusunda namzatlık dissertasiyasını yaxladı. Saadet Kerim kızı studentlarga ve cemiyet işlerine köp vakit bölgen. Uzak yıllar davamında institutunun terbiye işleri boyunca koordinatörü bolup işledi. Türk dünyasını tədqiq qilish Fransız İnstitutu tarafından uyuşturulgan Uyghur tarihi ve medeniyetiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyaga qatnashgan. Türkiye 1997 yıl. Ali Baqiyeva Gulbakrem meşhur kızı. Meditsina pənlərinin namzeti dotsent, salametlikni saqlash alachisi. 1936 yılı Uyghur nakiyasının Qırgızsa yesidi tuğulgan. 1961 yılı Meditsina İnstitutu'nun Pediatriya fakültetini tamamlap, emgek faaliyetini Çoğunca'daki Merkezi Ağırxanda vraç-pediatr lavazımında başladı. 1964 yıldan başlap RSFSR Meditsina xadimlərinin bilimini mükemmelleştiriş institutunun pediatriya kafedrasının kliniklik ordinaturasida o'qishni davomlashtirdi. Mazkur institutning aspiranturasidan keyin 1974 yılı namzatlık dissertatsiyasini yaxlaydı. Gulbakrem Ali Baqiyeva ko'rnaklik fiziatr, Қазақстанның salametligini saqlash elachisi. 1964-2015 yıllar jarayonida vraçlar tecrübesini aşırış Cumhuriyetlik İnstitutu'da işledi. 1984 yılı özünün neticelik emgigi üçün emgek veterani medaliga müyesser buldu. O 70'ten oşuq ilmi maqalının, okuş kurallarının, balalarının sil keselinin aldını eliş meseleleri boyunca iki rasyonalizatorluk teklifinin muallifi. İbrahimova Senet Abdurrahim kızı, meditsina pənlərinin namzeti dotsent, Golca'da tuğulgan. Қазақстан diyarıga ailesi bilen köçüp çıkıp, Almutuğa orunlaşıp, mektepni ela bahalar bilen tamamlap, Meditsina İnstitutu'nun Pediatriya fakültetiga düşüp, 1982 yılı tamamlap, pediatr kesbini igelleydi. Emgek faaliyetini uçaskılık pediatrdan başlap, mektepki bolgan balalar bölümünü başkurudu. 1990 yıldan başlap, bugünkü kadar Almuta Dövlət Milli Meditsina İnstitutu'nun ənənəvi meditsina kafedrasında işleydi. 1996 yılı namzatlık dissertatsiyasını yaxladı. 1991 yıldan başlap vraçlarga jingni selişini ügetdi. Onun 300'den oşuq doktor şagirdleri özlerinin faaliyetinde sülük terapiya usulünü kullanmakta. O özünün kesbini aşırış asasında Kazan, Moskva ve Ürümçi'de, Tibet'te jingni seliş boyunca kurslarını öttü. O köp yıllık önümlük emgigi üçün bir neçe qitim Қазақстан Cumhuriyeti'ni salametligini saqlash ministerliğinin pəxri yarlıqları bilen mukapatlangan. Dissertasiya mavzusu boyunca studentlar üçün okuş metodikалық kurallarını yazdı. Yakın ve jirak çep ellerde 30'a yakın ilmi maqalları her türlü jurnallarga e'lon qilindi. Şundaqla Cumhuriyetke tonulgan ve el söygen tibbiy xadimleri bilen tonuşup koyaylı. Qasım Qadirov, Қазақстанға emgigi singen doktor, Emgek Qızıl Tuğ ordeninin sahibi, salametlikni saqlash elachisi. Baysiyeti tuğulgan,
1958-yılı Meditsina institutunun tügütüp, emgek faaliyetini Qarıturuq Yeza Ağırxanasıdan başlaydı. Andın Talgar ve Çilek Nahiyelik Merkezi Ağırxanalarının ve Türksip sanatoriyasının baş doktori bulup mihniyat kılgan. Kazakistan kurortlar Kenişinin reisi bulup 1984-1994 yılları tınımsız emgek kıldı. Közge göründü, emgigi juqri bahalanıp, Kazakistan Cumhuriyeti'ne emgigi singen doktor degen çoğun unvanға egi buldu ve emgek Kızıl Tuğ ordeni bilen mukapatlandı. Salametlikini saklaş elaçısı. Epsüski bir mehel aramızdan 60 yaşında bakılık dünyaya ketdi. Çelek Yeza halkının kalbide Kasım Kadırov мәңгі saklanıdı. Çelek koçularının biri Kasım Kadırov'un namı bilen atılıdı. Türksip sanatoriyası da ve Çelek Merkezi Şifahanası da Kasım Kadırov'un hürmetine memorial taxtısı ornatılgan. Jamaldin oğlu, meditsina penlerinin namzıtı, yuqori derecelik kirurg onkolog, salametlikni saklaş elaçısı, Uyghur nahiyasının çoğun Aksoy yezisi tuğulgan. 1967 yılı Almatı Devlet Meditsina İnstitutu'nun davalaş fakültetini tamamlagandan keyin emgek faaliyetini Uyghur nahiyasının merkezi şifahanası da kirurg kesbi bilen başlap andın vilayetlik ağırxanada davamlaştırıldı. Almut'ta Cumhuriyetlik Doktorlar Tecrübesini Aşırış İnstitutu da ordinaturunu öteydi ve 1977 yılı namzatlık disertasyonu yaklap çıktı ve ali dereceli kirurg onkolog bulup yitildi. Almut'ta şehirlik ve Almut'ta vilayetlik onkologiya dispanserini başkurup pedakarını emgek kılgan milletinin iftihar perzenti ve mınlıgan bemarlarının ömrünü saklap kalgan ve uzartkan rahimdil doktor ve 60'tın oşuk ilmi emgeklerinin muhallifi. 1976-1979 yılları aralığında Meditsina İnstitutu'nun davalaş fakültetinde bilim algan ak halatlık kasıbdaşlarını eslep, ularının yetişken utukları bilen tanışaylı. Aramızdan 4 meditsina penlerinin doktori ve 3 meditsina penlerinin namzeti yetilip çıktı. Alım bulmuşumu meditsina sahasında öz kesbige sadakatligi bilen pedakarına emgek kılıp, ali derecelik mütehassıs bulup yetilip, mınlıgan bemarlarının hayatını saklap kalgan, el söygen, elgi tunulgan sebdaşlarım bilen pəxirlenimen. Elbette ben başka fakültetlerde bilim algan kasıbdaşlarını kirgizelmedim. Bu sorayım. İcra kılsa ger isil küylerini, Beyt almıgan derdimge derman bulatı. İcra kılsa ger isil küylerini, Beyt almıgan derdimge derman bulatı. Üçmez menin yüreğimde yarkın sıması, esleymen muğlanıp hafız dostlanı. Üçmez menin yüreğimde yarkın sıması, esleymen sığınıp dost burader. Haşimcan Abdukarimov Akimoğlu, meditsina penlerinin doktori, professor, salametlikni saklaş elaçısı. Yerkent tuğulgan, mektepni tügütüp, meditsina institutuga düşüp, 1977 yılı muvafakatlik tamamlap, internaturunu ötep, fizyopulmonolog kasbini egelledi. Cumhuriyetlik sil keselleri, muammalları ilmi merkeziga işqa orunuşup, 1988 yılı meditsina penlerinin namzeti ve 2003 yılı doktorluk disertasyasını yaklap çıktı. Ali derecelik kesb egisi bolup, professor unvanı berildi. Bölümni başqodu. İş ornunu yötkep 2021-2024 yılları
Қазақстанлық Россия медициналық университетіда umumiy медицина факультетінің деканы болып ішледі. Hazır can saqlash kursining professori. 220 ortiq ilmiy emgeklerining muallifi. Emgeklari Qozog'istonda va chet ellarda yo'riq ko'rdi. Qozog'iston Cumhuriyetining salomatligini saqlash elchisi, Oltin darigar va Qozog'iston Respublikasining din sog'liq saqlash ishini qo'shgan ulesi uchun medallarining sahibi. Shirmuhammad Qurbanov Aziz o'g'li, meditsina fanlarining doktori, professor. G'o'lji tavasidagi Chilpangzi yezisida tug'ilgan. 1959-yili Qozog'iston diyorining Qizilg'ayrat yezisiga oilasi bilan o'rinlanishidu. Milliy maktabni tamomlab, armiya sepida bo'ldi. 1972-1978 yillar Almuta meditsina institutining davolash fakultetida bilim elib, meditsina sohasida xirurg-travmatolog kasbini egallaydi. 1986-1989 yillar Moskvadagi Vishnevskiy nomidagi meditsina ilmiy akademiyasida aspiranturada o'qib, meditsina fanlarining nomzodi unvoniga ega bo'ldi. 1989 yil. Ondan keyin 1995 yili meditsina fanlarining doktori unvoniga erishdi. Millatimizning ichida plastikалық xirurgiya sohasida birinchilardan chiqqan fan doktori. Qozog'istonda va chet ellarda 100dan oshiq ilmiy va ilmiy amillashtirilgan maqolalarni va broshuralarni nashrdan chiqadi. Afsuski 69 yoshida 2021-yili olamdan o'tdi. Marat Asimov Abubakri o'g'li, meditsina fanlarining doktori, professor, Markaziy Osiyo biologiyalik psixiatriya jamiyatining prezidenti, G'o'ljida tug'ilgan. Qozog'istonga ko'chib chiqib, Olmutaga o'rnalishib, maktabdan keyin 1978-yili Olmuta davlat meditsina institutining davolash fakultetini tamomlab, internaturini o'tab, psixiatr kasbini egalladi. Emgak faoliyati Jambul viloyatlik psixonevrologiya dispanserida, ondan 1980-yillardan boshlab Olmuta viloyatlik dispanserida mehnat qilib, bo'lim boshqardi. Sankt-Peterburg shahrida Bektirov nomidagi ilmiy tadqiqot institutida ordinator bo'lib, 1987-1989 yillar mehnat qilib, tajribasini oshirdi. Bektirov institutida 1994-yili nomzodlik va 1999-yili doktorlik dissertatsiyalarini utuqliq yoqlab chiqdi. Ish mobaynida Cumhuriyetlik psixiatrlik klinikada bo'lim boshlig'i, meditsina universitetida psixiatriya kafedrasiga assistent bo'lib ishga o'rnalishib, professor unvonigacha ko'tarildi va kafedrani boshqardi. Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida tunji bo'lib aloqa mahorat markazini qurgan birinchi va birdan bir olimdir. Dunyoviy psixiatrlar assotsiatsiyasining a'zosi, 150 dan oshiq ilmiy emgaklarining muallifi. Uning rahbarligida 2 doktorlik, 3 nomzodlik va 2 magistrlik dissertatsiya yoqlangan. 2013-2016 yillarda Jil talanti mukofotini ilishga muyassar bo'lgan. Shahimurat Ismailov Shayim o'g'li, meditsina fanlarining doktori, professor, Olmutada tug'ilgan. 1979-yili meditsina institutining davolash fakultetini tamomlab, internaturini o'tab, xirurg kasbini egallaydi. Ish faoliyatini shaharlik va viloyatlik og'riqxonalarda xirurg bo'lib ishlashdan boshlaydi. Moskva Sil kasalliklari Markaziy ilmiy tadqiqot institutining aspiranturasida o'qib, meditsina fanlarining nomzodi dissertatsiyasini 1987-yili yoqladi. Ondan 1987-yildan boshlab Cumhuriyetlik Sil kasalliklari muammolari ilmiy markazida ishlab, oraliqda mazkur markazning bosh vrachi lavozimini egallagan. 1997-yili doktorlik dissertatsiyani himoya qilgan. 1999-yili Sil kasalliklari muammolari milliy markazining mudiri bo'lib saylangan. Olimning Cumhuriyetlik va xalqaro matbuotlarda 200 dan ortiq ilmiy emgaki e'lon qilingan. 2002-yildan boshlab Qozog'istonda multiresistentlik sil kasal ustida va nazorat o'rnatishda dunyoviy salomatlik saqlash
granti doirasida Amerika Qo'shma Shtatlarining Garvard va Alabama universitetlari bilan birlikda faoliyat ilib bormoqda. Rahim Abdukarimov hokim o'g'li, meditsina fanlarining nomzodi, oliy darajalik sudmet ekspert, huquqshunos, Qozog'iston Cumhuriyetining tan salomatligini saqlash a'lochisi. İssik şəhərdə tug'ilgan. Maktabni tamomlab, meditsina institutining davolash fakultetiga o'qishga tushib, 1978-yili muvaffaqiyatli tamomlaydi va internaturani o'tab, sudmet ekspert kasbini egallaydi. Ish faoliyati Uyg'ur nahiyasining markaziy og'riqxonasidan boshlanadi. 1986-yili Qozoq davlat universitetining huquqshunos fakultetini tamomlaydi. 1988-1991 yilları Moskva shahrida mamlakatlik doktorlar bilimini mukammallashtirish institutida aspiranturani o'qib, 1992 yili meditsina fanlarining nomzodi unvoniga ega bo'ldi. Oliy darajalik doktor bo'lib yetilib, Qozog'iston Cumhuriyetining bosh sudmet ekspert xizmatiga ko'tarildi. 20 dan oshiq ilmiy emgaklarining muallifi, nomzodlik asosidagi ilmiy emgigi Qozog'iston Cumhuriyetida, Rossiyada va boshqa ellarda qo'llanmoqda. Qozog'iston Cumhuriyetining tan salomatligini saqlash a'lochisi. Hozirmi o'z kasbi bo'yicha ishini davomlashtirib, elga to'nilib, cho'ng hurmatga sazovor bo'ldi. Hozirgi vaqtda Alternativa meditsinalik ekspertiza byurosining mudiri. Davlat Azizov Abdurahmon o'g'li, meditsina fanlarining nomzodi, tan salomatlikni saqlash a'lochisi. Yarkent tug'ilgan. Olmaotada maktabni tugatib, armiya sepida borchini o'tab, meditsina institutining davolash fakultetiga 1970-yili tushib, 1976-yili tamomlaydi. Internaturani o'tab, ko'j-venerolog kasbini egalladi. Emgak faoliyati emgakchi Qozoq nahiyasining teri va tanasul kasallari dispanseridan boshlab, bosh doktor bo'lib emgak qildi. 1981 yildan boshlab Cumhuriyetlik teri va tanasul kasallarini tadqiqot qilish ilmiy institutiga ilmiy xodim bo'lib ishga o'rinlashdi. Ordinaturni o'tab 1990-yili Moskvadagi Markaziy teri va tanasul kasallarini tadqiqot qilish institutida meditsina fanlarining nomzodini yoqlab chiqdi. Ondan o'z o'rnida ishini davomlashtirdi. Shundaqla Olmaota shaharlik dispanserining laboratoriyasini boshqardi. Oliy darajalik doktor bo'lib yetildi. Emgigi yuqori baholandi. Salomatlikni saqlash a'lochisi, emgak veterani, oltin darajar mukofotlarining sahibi va Qozog'iston Cumhuriyetining birinchi prezidentining tashakkurnomasini ilishga muyassar bo'ldi. Aziz Gapparov Abdumijit o'g'li, oliy darajalik nevropatolog, igloterapevt, salomatlikni saqlash a'lochisi. G'o'ljada tug'ilgan. Otasi Abdumijit G'apar o'g'li oliy bilimlik doktor bo'lib, o'z vaqtida G'o'lja meditsina texnikumini va viloyatlik do'stlik doktorxonasini boshqargan. 1963-yili Qozog'istonning Yarkent shahriga ko'chib keldi. Ondan 1973-yili oilasi Tashkent shahrining Durman mahallasiga o'rinlanishdi. Maktabdan keyin armiya sepidagi borchini yuqori darajada o'tab, emgigi baholanib, kichik leytenant unvoniga erishdi. 1978-yili meditsina institutini tugatib, ondan nevropatolog kasbini egallab, emgak faoliyatini Jetsu viloyatlik fizioterapiya doktorxonasining nevrologiya bo'limidan boshqarishdan boshlab, 1984-yillargacha pedagogarni emgak qilib, cho'ng alqishlarga sazovor bo'ldi. 1985-yildan hurmatli dam olishga chiqqacha Tashkent shahridagi Fedorovich fizioterapiyalik markazida mehnat qildi. Ish mobaynida kollektiv va aholi orasida cho'ng obro'ga yetishib, nurg'ulg'an mukofotlarni ilishga muyassar bo'ldi. Cumhuriyetlik salomat saqlash a'lochisi. Gapparovlar oilasini doktorlar oilasi desakmi bo'ladi. Singlisi Mahfuza terapevt, singlisi Marfuga okulist, inisi Nig'mat nevropatolog. Asqar Abdurimov Abdurmo'g'li, oliy darajalik nevropatolog, salomatlikni saqlash a'lochisi.
Uyg'ur nahiyasining Qirg'izsay yezisida dunyoga kelgan. Maktabni tugatib, Asqar 1972-yili Almuta meditsina institutining davolash fakultetiga o'qishga tushib, 1978-yili muvaffaqiyatli tamomlaydi. Viloyatlik Og'riqxonda 1 yil internaturani o'qib, nevropatolog kasbini egallab, emgak faoliyatini Uyg'ur nahiyasining G'aljat doktorxonasining bosh doktori xizmatidan boshlab, 1979-1984 yillari tinimsiz mehnat qildi. O'zining tashkilotchi ekanligini ko'rsatib, cho'ng javobgarchilik va sadoqatlik bilan o'z vazifasini o'tqazdi. Ish mobaynida kollektiv va aholi ichida cho'ng obro'ga erishdi. 1984 yildan boshlab viloyatlik doktorxonaning nevrologiya bo'limiga ishga o'rinlashdi. 1996-2017 yillari nevrologiya bo'limini boshqarib, oldingi qatorlardan o'rin oldi. Hukumat tarafdan sharafli kishilarga baholanib, Cumhuriyetlik salomatlikni saqlash a'lochisi, Bexterif medallarini ilishqa va boshqa mukofotlarni ilishqa muyassar bo'ldi. Umrlik rafiqasi Gulshat Sitaxon qizi oliy bilimlik rus tili va adabiyot fanining muallimi. Gulinur Duganova Rashid qizi oliy darajali kardiolog, salomatlikni saqlash a'lochisi. Emgakchi Qozoq nahiyasining Ozod yezisida tug'ilgan. Maktabni oltin medalga tugatib, meditsina institutining davolash fakultetiga o'qishga tushib, 1978-yili tamomlaydi. Internaturani o'tab, terapevt kasbini egalladi. Emgak faoliyati Uyg'ur nahiyasining markaziy og'riqxonasida terapevt bo'lib, 1980-1985 yillari emgak qildi. Ondan 1985-1987 yillari kardiologiya ilmiy tadqiqot institutida ordinaturani o'tab, oliy darajalik unvonga erishdi. Bilimini oshirish jarayonida Moskva shahridagi kardiologiya ilmiy institutida tajriba oldi. Emgak mobaynida Olmuta va Moskva shaharlarida o'z kasbi bo'yicha mehnat qilib, xalq ommasiga yaxshi tanildi va hurmatga sazovor bo'ldi. Qozog'iston Cumhuriyetining salomatlikni saqlash a'lochisi. Rizvangul Sattarova, Abdukarimova Avut qizi, oliy darajalik doktor, salomatlikni saqlash a'lochisi. Qaritoriq yezisida tug'ilgan. Otasi Avut Sattarov yezigiligining mahir tashkilotchisi va Qaritoriq savxozining raisi bo'lgan. Rizvangul maktabni a'lo baholarga tamomlab, 1972-yili Olmuta davlat meditsina institutining davolash fakultetiga o'qishga tushdi va 1978-yili muvaffaqiyatli tamomlaydi. Internaturani o'tab, xirurg anestezolog kasbini egallaydi. Ish faoliyati Qozog'iston temir yo'llari og'irxonasidan boshlab, ondan Qozog'iston Rossiya meditsina universitetida davomlashtirib, jon saqlash bo'limida ishladi va bo'limni boshqardi. Oliy darajali doktor unvoniga erishdi. Salomatlikni saqlash a'lochisi. Afsuski, bemahal oramizdan 63 yoshida 2018-yili olamdan o'tdi. Karlin Vasilov Midhat o'g'li, oliy darajali xirurg, urolog. Uyg'ur nahiyasining Charin yezisida tug'ilgan. Milliy maktabni a'lo baholar bilan tamomlab, Talg'ar meditsina uchilinisini qizil diplomga tamomlaydi. 1979-yili meditsina institutining davolash fakultetini tugatib, xirurg kasbini egallab va viloyatlik doktorxonada 1 yillik internaturada bo'ldi. Ish faoliyatini 1980-yildan boshlab hurmatli dam olishga chiqqacha 35 yildan ortiq bir o'rinda Uyg'ur nahiyalik doktorxonada xirurg va urolog bo'lib pedagogarna mehnat qildi va bo'lim boshqardi. Minglagan bemorlarga tibbiy yordamni ko'rsatdi, hayotini saqlab qoldi. Ish mobaynida kollektiv va nahiya aholisining orasida cho'ng obro'ga erishdi va nurg'ulg'an mukofotlarni ilishga sazovor bo'ldi. Ering еңбегі uchun Qozog'iston Respublikasining tavsizligini 20 yil, yana 25 yil medallari bilan mukofotlandi va boshqalar. Umrlik juftisi Gulnara Ahmadjon qizi oliy darajalik pediatr. Vasilovlar oilasini doktorlar oilasi desak bo'ladi. O'g'li Baxtiyor urolog, qizi Go'zal lor vrach, o'g'li Rashidin rengenolog.
Şundaylıkla Vasilovlar ailesi vilayetlik mereyli otbası bayqışıp katlaşıp 250 ailenin içinde birinci orunu yengip aldı 2015 yıl. Abdukerim İmyarov Abdumanap oğlu Golcu nahiyasının maza yesi tug'ilgan. 1959 yılı ailesi bilen Kazakistan'a köçüp çıkıp anı jutu bulgan Yerken tebesideki Avat yezisiga orunlaşıdı. Avat mektebide okup, andın 1972 yılı Yerkent'teki Uyghur Otura Mektebini ela bahala bilen tügütüp, şu yılı Meditsina İnstitutu'nun davalaş fakültetiga okuşqa düşüp, 1978 yılı muvaffaqiyatlik tamamlaydı. Nevrologiya kesbi boyunca internaturini vilayetlik ağırxanda ötep, iş faaliyetini Karasay nahiyasidan başlaydı. Nahiyalik ağırxanda vrach, nevropatolog, andın 1982-2015 yılları Karasay nahiyasının Merey doktorxanasida baş doktor, terapevt, nevropatolog bolup işlep, Ali derecelik mütexassis bolup erişti. Hükümet tarafından işi bahalanıp, Kazakistan ten salametlikini saqlash elachisi, Kazakistan Respublikasının hürmetli azamatı medalleri bilen mukapatlandı. Kazakistan ten salametlik saqlash ministrinin, vilayetlik hakiminin maqtash gramatlarını ilişki müyesser buldu. Ömürlük cüptüşi Hayrinsem hemşire farmatsevt, oğlu Aziz yurist, oğlu Alişer marketolog, oğlu Muhit vraç. Kencinazuk Raziyeva Kasım kızı. Emgekçi Kazak nahiyasının Turgen yezisida Meripetçi aileside tug'ilgan. Kencinazuk mektebini ela bahalağı tügütüp, Almuta Meditsina училищini kızıl diplomga tamamlap, Almuta Meditsina institutusunun farmatsiya fakultetiga o'qishga tushib, 1973-1978 yılları bilim aldı. Meditsina institutunu ela bahalağı okudu. Muvaffaqiyatlik tamamlap, provizor unvanıga erişti. İnstitutunu tügütüp, Alatav savxozunun Aynabulaq, Darojnik mikrorayonlardaki çoğun doğruxallarını başqurdu. Öz kesbiga bolgan sadaqatlik ve insanperverlik hislatları intayın üstün idi. Nahayt mihmandost, ak köngül ve dilkeş insan boluduğan, yüzüde tebessüm kulkisi ketmetti. Kolektif ve Aynabulaq mahallesinin karşısında çoğun abroyga sazavar buldu ve ali derecelik provizor unvanıga erişti. Şehirlik ten salametlik saqlash bölümünün teşekkürnamelerini ilişka müyesser buldu. Kencinasuk Kasım kızı Epsüskin bir mehel aramızdan 45 yaşında bakılık dünyaya geldi. Dilkeş, Mikrovan ve Köyümcan dostumuzun yarkın kıyafeti, dostları ve sabdaşları hatirisi de mengü saklanındı. Oğulları Adılcan, Dilşat ve kızı Zibinsem, Ali bilimlik mütehassisler bulup yetildi. Almuta Meditsina İnstitutu'da 1983-2006 yılları bilim ilip çoğun tıklar yetken elgi tunulgan meditsina fenlerinin doktorlarının bir topu bilen tunuşaylı. Biz bu kıyımdaşlarımız bilen pahırlarımız. Akbarov Nurlan Nurkinoğlu, meditsina fenlerinin doktoru, profesör, Avrupa Tabii Fenler Akademiyasının akademiki, Uyghur nahiyasının Ketmen yezisi tuğulgan, Anadolu'da mektebini tügütüp, Milli Meditsina Üniversiteti'nin Pediatriya Fakültetinde bilim elip, 1983 yılı tügütüp, internaturunu ötep, balla kirurgi kesbini igelleydi. İş mabayında vilayetlik balala ağırxanasıda andın Pediatriya İlmi İnstitutu'da mihniyat kılıp, kirurgiya bölümünü başkurdu. Profesör unvanıgıca götürüldü. 1997 yılı pen namzeti, 2007 yılı meditsina fenlerinin doktora dissertasyasını yaklap çıktı. Nurlan Nurkinoğlu Moskva, Sankt-Peterburg ve Amerika Koşmuş Ştatlarında bilimini aşırış kurslarda boğan. 2014 yılgıça yılının en münevver alimi atığını aldı. Alim 300'dün oşuk ilmi emgeklendi. Şundakla onun rehberliğinde bir doktorluk, 2 namzatlık dissertasiya himaya kılıngan. Kesbiga sadakatlik nominatsiyasının Xalq Qahramanı mukafatının laureatı. Hürmet ordeninin sahibi. Salametlikni saqlash elachisi. İlham mukafatının laureatı. Avrupa Tabii Fenler Akademiyasının 3.
Александр ордені bilan mukofotlangan. Zordunova Karamat Ahmet kızı, meditsina fanlarının doktori, professor, Uyghur nahiyasının Çoң Ақсу yezisi tug'ilgan. Meditsina institutining davolash fakultetini 1983-yili tamomlab, internaturani o'tab, viloyatlik og'riqxonada ishladi, bo'lim boshqardi. Milliy meditsina universitetining farmakologiya kafedrasiga assistent bo'lib ishga o'rinlashib, professor unvoniga ko'tarilib, kafedrani boshqardi. 1997-yili nomzodlik dissertatsiyasini, 2005-yili doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli yaxlab chiqdi. Universitet prorektorining muavin raisi bo'lib emgak etdi. Karamat Ahmet qizining 8 monografiyasi, 12 metodikalik qo'llanmalari, 15 patent ve 200'den oshiq ilmiy emgakleri yo'riq ko'rdi. Qozog'iston Cumhuriyetining salomatligini saqlash elachisi, bilim ve ilim ministerligining medal ve teşekkürnamelari bilan mukofotlandi. 2022 yıldan başlap Qozog'iston Rossiya Meditsina Universitetining ichki og'riqlar kafedrasini boshqardi. Supiyeva Elmira Turg'an qizi, meditsina fanlarining doktori, professor, erken tug'ilgan. Maktabni oltin medalga tugutib, Milliy Meditsina Universitetining stomatologiya fakultetiga o'qishga tushib, 1989-yili tamomladi. İş faoliyatini bolalar ishxonasidan boshlab, andin universitetning ortopediyalik stomatologiya kafedrasiga assistent bo'lib ishga kirib, tinimsiz mehnat qilib, professor unvonigacha erishdi. 1996-yili meditsina fanlarining nomzodi, 2005-yili meditsina fanlarining doktori dissertatsiyasini yaxlab chiqdi. Bilimni aşırış jarayonida Rossiya, Belorussiya, Germaniyada amaliy tajribadan o'tdi. Elmira yo'ldoshi Baxit bilan birlikda Konsept professor Turgan Supiyev stomatologiya klinikasini ochdi. Konsept stomatologiya xalqaro jurnalining bosh muharriri. 100'den oshiq ilmiy ishlarning muallifi. Qozog'iston stomatologiya gazetining bosh muharriri. Gulban Abdullayeva Muhammadjon qizi, meditsina fanlarining doktori, oliy darajalik neonatolog, dotsent, Jambul nahiyasida tug'ilgan. 1985-1993 yilları Milliy Meditsina Universitetida bilim aldı, pediatr kasbini egalladi. Cumhuriyetlik bola va onaning salomatligini saqlash ilmiy tadqiqot markazida vrach neonatolog bo'lib ishini boshlab, keyin perinatal markazida bo'limida mehnat qildi. 2004-2010 yilları salomatlikni saqlash departamentining bosh neonatologi bo'lib xizmat qildi. 2009-yili meditsina fanlarining dissertatsiyasini yaxlab chiqdi. 2010-yili meditsina fanlarining doktori dissertatsiyasini yaxlab chiqib, meditsina universitetida fundamental ve qo'shimcha meditsina fani bo'yicha mudirning o'rinbosari ve propedevtika kursining rahbari bo'lgan. Alima 70'den oshiq ilmiy emgakning muallifi ve 70'den oshiq maqolaning muallifi. Rossiya pediatrlar ittifoqining a'zosi. Adil Supiyev Turg'an o'g'li. Olmaotada tug'ilgan. Maktabni tugatgandan keyin Milliy Meditsina Universitetining davolash fakultetiga o'qishga tushib, birinchi kursni tamomlab, andin Peterburg Meditsina institutiga yo'tkilib, uni muvaffaqiyatli tamomladi. Internaturani o'taydi va aspiranturada o'qib, va 2005-yili meditsina fanlarining nomzodi dissertatsiyasini yaxladi. Olmaotaga kelib, meditsina markazlarida ishlab, andin Qozog'iston Cumhuriyeti tan salomatlikni saqlash ministerligiga ishga taklif qilindi. Bilimini mukammallashtirish jarayonida Amerika Qo'shma Shtatlarining Emory universitetida aspiranturada o'qib, 2011-yili tugutib magistr bo'lib yetildi va Nazarbayev universitetiga ilmiy xodim sifatida ishga kirdi. Ishdan sirt London shahrida doktornaturada o'qib, 2018-yili PhD doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Shuhrat Imarov Dilmurod o'g'li, meditsina fanlarining PhD doktori. Olmaota shahrida 1983-yili tibbiy xodimlari oilasida tug'ilgan. Shaharlik o'rta maktabni a'lo baholar bilan tamomlab, 2000-yili shu yili meditsina universitetining pediatriya fakultetiga o'qishga tushdi. 2006-yili meditsina universitetini tugutib, andin 1 yillik internaturani o'tab, bolalar xirurgi unvoniga erishdi. Shaharlik nomer 1 bolalar og'riqxonasida 2007-2012 yilları xirurg travmatolog bo'lib ishlab, pedagogiya va o'z kasbiga sadoqatlik bilan mehnat qildi.
Arzu Armanlar yetigida 2012 yılı Moskvadaki Priorov namidagi Travmatologiya Ortopediya Merkezi institutida aspiranturada o'qishga tushib, uni muvaffaqiyatli 2015 yılı tamamladı ve dissertatsiyasini qo'rg'ab, meditsina fanlarining PhD doktor unvoniga erishdi. Almudu shaharlik Merkezi Ağırxanda travmatolog ortoped bo'lib ishladi. Shundaqla 2018-2020 yillarda Qozog'iston uzluksiz bilim oshirish meditsina universitetining travmatologiya ortopediya kafedrasida assistent bo'lib ishga taklif qilindi va vrachlarga dars berdi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi ve tibbiy sahasida ishini davomlashtirmoqda. Hey odamlar aytinglarchu, dunyodan nima aziz, dunyodan nima aziz. Hey odamlar aytinglarchu, dunyodan nima aziz, dunyodan nima aziz. Jafolarni to'la tatgan otam bilan onam aziz. Jafolarni to'la tatgan otam bilan onam aziz. Billi o'ynab billi o'sgan shiroqdiki hadam aziz, shiroqdiki inim aziz. Billi o'sgan shiroqdiki inim aziz, shiroqdiki akam aziz. Otamga jut, onamga jut, hammadan jutum aziz. Otamga jut, onamga jut, hammadan jutum aziz. Bir tatliq shod kulgan bolam bilan qizim aziz, bolam bilan qizim aziz. Bir tatliq shod kulgan bolam bilan qizim aziz, bolam bilan qizim aziz. Toqsida cho'milib buloqlarda suv ichgan. Toqsida cho'milib buloqlarda suv ichgan. Billi o'ynab billi o'sgan do'st birodarim aziz, do'st birodarim aziz. Billi o'ynab billi o'sgan do'st birodarim aziz, do'st birodarim aziz. Oynasammu, külsemmu, hammadan vatan aziz. Oynasammu, külsemmu, hammadan vatan aziz. Suqsuqdi bilni yurgan yorimmu, mening aziz, yorimmu, mening aziz. Billi yurgan yorimmu, mening aziz, yorimmu, mening aziz. Hey odamlar aytinglarchu, dunyoda
nima o'zi